Elnur aka, sizni ijtimoiy tarmoqdagi videongizni ko'rdim. Bu videoda siz go'yoki prava berish bilan shug'ullanyapsiz. Gapiryapti, lablari qimirlayapti, lekin to'g'ri ovozi o'xshamagan. Ovozi g'alati. Assalomu alaykum. Albatta bu hazil. Haqiqatan mana hozir ekranlarda ham ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Manzillari bilan ijtimoiy tarmoqlarda meni yoki menga o'xshagan hamkasblarimizni sun'iy intellekt orqali gapirtirib, sizga qisqa muddatda haydovchilik guvohnomasini olib beramiz. Mana rasmi tayyor bo'ldi, pulni tashlab bering, sizga jo'natamiz kabi aldov yo'llari bilan ko'plab fuqarolarimizni ishonchiga kirib, ularni aldab, pullarni o'zlashtirib ketish holatlari kuzatilmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilikka nomzodlar, hurmatli fuqarolar, haydovchilik guvohnomasini olishni tartibi faqat bitta. Haydovchilik avtomaktabiga o'qiysiz, o'rganasiz, imtihon markazlariga borib, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirasiz, sertifikatni olib davlat xizmatlari markaziga borib, haydovchilik guvohnomangizni rasmiylashtirasiz. Boshqa hech qanday yo'li yo'q va hech kim sizga boshqacha yo'li bilan olib bera olmaydi. Buni o'zingizga o'xshagan, ishonuvchan, odamlarning labziga ishonadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Firibgarlarga ishonmasinlar. Haydovchilik guvohnomasi faqat sizni imtihon markaziga borib, imtihon topshirganingizdan keyingina rasmiylashtiriladi. Salomat bo'ling, jo'natib qo'yasizlar.